Masjid yonida joylashgan fayzli yer sotiladi. Tong sahardan azon ovozi eshitilib turadigan, qalbga xotirjamlik beradigan barakali maskan. Videoda eshitilayotgan azon ovozi bu joyning qadrini so'zsiz aytib turibdi. Ulgurgan ulgurdi, bunaqasi har doim ham chiqurmaydi. Mana o'sha sizlar qidirayotgan joy. Qibray markazida joylashgan 5,5 sotuvli yerimiz srochniy sotuvga qo'yildi. Bir sotuv uchun $21,000 so'ralmoqda. Realni oladigan maqsadli odamga kelishtirib beriladi. Hovlimizdan o'zini binolari bilan kadastriga ega. Yon qismidan yer hisobida sotiladi. Fasadi 13-14 metr. Kommunikatsiyalar, gaz, suv, elektr energiya, internet, kanalizatsiyalar mavjud. Davlat maktabi, xususiy maktab, bog'chalar, supermarketlar, oziq-ovqat do'konlari juda yaqin joylashgan. Do'stlar, yerimizda shunaqa chiroyli lokatsiyada bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Endi lokatsiyaga aniqlik kiritamiz. Bu tarafimizda Darvesh bobo jome masjidi ko'chasi, yo'llarimiz asfalt qilingan, masjidgacha 200 metr ronna. Bu tarafimiz birinchi maktabdan tushirish Dasaf ko'cha. Uyimizdan 50 metr radiusda 556 marshrut kanichkasi joylashgan. TTZ dehqon bozori yo'nalishida to'g'ridan-to'g'ri qatnov. Bu tarafimiz makrodan tushirish, Abyoda SES joylashgan. Qarang qanaqa chiroyli lokatsiya. Pastda nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot uchun aloqaga chiqing. Masjid yonida joylashgan fayzli yer sotiladi. Tong sahardan azon ovozi eshitilib turadigan, qalbga xotirjamlik beradigan barakali maskan. Videoda eshitilayotgan azon ovozi bu joyning qadrini so'zsiz aytib turibdi. Ulgurgan ulgurdi, bunaqasi har doim ham chiqurmaydi. Mana o'sha sizlar qidirayotgan joy. Qibray markazida joylashgan 5,5 sotuvli yerimiz srochniy sotuvga qo'yildi. Bir sotuv uchun $21,000 so'ralmoqda. Realni oladigan maqsadli odamga kelishtirib beriladi. Hovlimizdan o'zini binolari bilan kadastriga ega. Yon qismidan yer hisobida sotiladi. Fasadi 13-14 metr. Kommunikatsiyalar, gaz, suv, elektr energiya, internet, kanalizatsiyalar mavjud. Davlat maktabi, xususiy maktab, bog'chalar, supermarketlar, oziq-ovqat do'konlari juda yaqin joylashgan. Do'stlar, yerimizda shunaqa chiroyli lokatsiyada bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Endi lokatsiyaga aniqlik kiritamiz. Bu tarafimizda Darvesh bobo jome masjidi